5 vaqt namoz o'qiganlar menен tahajjud namoz o'qiganlarning o'rtasida emne ayrımı var dese, İslam alimlari aytadi. 5 vaqt namozga inson chaqiradi. Allohu akbar deb. İnsan chaqirib atadi. 5 vaqt namozga inson chaqiradi. Hayya alas salah. Namazga kelgile deb. İnson chaqirib atadi. Allohning so'zi bilan biroq inson chaqirib atadi. Tahajjud namozga Alloh o'zi chaqirib atadi. Qarag'lar. Hal min mustagfirin aghfirlah. Kechirim so'ray turganlar bo'lsa kechira salayın deb Alloh shunchalik kutadi deb atadi. Alloh chaqirib atadi. Hal min sa'ilin u'tilah. Tilengenler barbar. Perzent tilesin. Din soluk so'rasin. Mansap da so'rasin. Dunyoda so'rasin. Emne so'rasa berem hazır deb Alloh taala va'da qilib atadi. Buga Alloh taala chaqirib atadi. Tahajjud bilan 5 vaqt namozning ayirmasi shu. O'shaning uchun islom olimlari aytadi. Tahajjud namazın okup jatkan uydu oromottog'on perişteler oşol uydan başlap dünyanın asmanına çeyin çıkıp ketedi. Ankeni anın uyundan çıkıp jatkan nurdu Allah'ın aldına alıp barıp görsetiş için. Şaşıl bugün şu tahajjud namazga. Bugün boş vaktimiz var mı tünü? 10 top orup jatkanda darat alganga da basıp bara albayбыз. Darat ala albayбыз. Rükû kıla albay kaldık, oturdu namaz okup kaldık. Al uçurda tahajjud toktaydı elbette. Özünüzde kıynamaysiz. Bugün var mı den soğuk, bugün boş vakt var mı? Anda jasap kalın.